Bugün bir insan uyg'onmadi. Uzun abujon sal ko'z ketib qolibdi. Butun O'zbekiston bu xabarni bildi. Endi ustoz endi hamma aytdi-da, men ustoz endi sal ko'z ketib qolibdi. Shu vahima qilish kerak ham shunga. Bo'ldi, tamom ustoz turdim mana. Nima qilish kerak? Shuni ayting-da ustoz, hozir yorib tashlayman hozir. Tirikliging butun dunyoga seni tanitsin. Tamom. Bo'ldi ustoz, tamom bo'lsa tamom ustoz, tamom. Hozir men shuni cho'tki qilib aytib beraman sizga. Yaxshilab eshiting ustoz. Siz aytarsiz, hech qaytingiz ushlash kerak emasmi? Yo'q, ustoz, men o'zim hozir cho'tki qilib aytib beraman, o'zim aytaman ustoz, hozir men ona qilib shart emas ustoz bizga. Yo, ushlab qo'yaylikmi? Ustoz, men o'zim cho'tki qilib aytaman ustoz. Mening ismim Sherka. Bo'ldimi abujon? Muncha gapirdingiz-ku, mana muncha. 10 yosh muncha gapirdi. Siz muncha gapirdingiz. Qancha gapirdi? 10 yosh muncha gapirdi. Siz muncha gapirdingiz. Abujonim, shu o'zingiz majbur qilasiz-da. Abujoni shu menimcha deb buni ko'rsangiz keyin shart meni shu bir parcha mana anaqa. Qayerasiz sizlarning aytingchi? Shu aytaveraman-da, oxiri shu bo'lgan. 2 metr. Yercha 2 metr emas, bay sal hisob oling-ya. Gapiring. Apa nima qilyapsiz? Abi doirami sizga bu? Ko'p gapiring olasizmi siz? Onasini emsin qo'ymayapsiz, gapiraman desam, jim turing gapiraman. Mening ismim Sherka. Men shu yil nasib bo'lsa maqsadlarimga erishaman va 1 million Instagramda obunachiga yetaman. Hozir ham mana ko'rib turganlar meni podeshka qilib obunachi bo'lib menga mana podpisatsiya tashlayapti. Rahmat hammaga. Nasib bo'lsa shu yil maqsadlarimga erishib, sizlarning ko'ngillaridan joy olib, yaxshi bir aktyor bo'lib yetishaman. Qanday, zo'rmi? Voy jonim, mana bo'larkan-ku. Hech qayeringizni silamadik. Gapirdingiz-ku mana. Davay, молодец.